Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana kommentariyaga yozib o'tiradilar-ki, aka ish vakansiyasidan chiqaring, ish vakansiyasidan chiqaring deb bizga ko'p ish vakansiyalarimizni to'lgan edi. Allohga shukr, o'zi yana kengaytirib o'tiribman, ko'rsatib o'tiraman. Nima uchun to'lmaydi deganlarga kengaytirilgan holatlarni ko'rsatib o'tiraman. Mana o'zi sizlarga yana hozir bir razni o'zi ishlarni o'zi chiqarishga o'zi davom etaman. O'zi sizlar uchun, podpischiklarim uchun sizlardan bir iltimos, faqat meni ko'rib o'tirgan bo'lsangizlar, podpiska, like, podelitsani bosaveramiz. Bu bizning kanalimizda rivojlanishiga katta hissa qo'shadi bu. Sizlardan bir faqat iltimosimiz shu, sizlardan bepul like, podpiskani bosaveramiz. 5ta internet do'stlarimizga podelitsa qilaveramiz. Biz sizlarga yangi vakansiya chiqarsa yana davom etamiz. Bizga bitovkaga ish vakansiyasi to'lgan edi. Hozir sizlarga ne tolka bitovka, mana bitovka skladda yana kengaytirildi. Yana 15 ta odamga ish bor bitovkaga. Mana ishlari mana hamma piramidalarga, hamma narsasi taxlangan bularni. Bitta bitovkaning narsasi parazmer aytilganda parazmer emas kesilgan, poli parazmer kesilgan, patologiya parazmer kesilgan. Xo'sh, daji tomlari kesilgan. Mana o'zi kelishlaringiz mumkin. Mana shifrlari, mana bemalol girddagi shifrlari, mana bu tomlari bir-biriga kiradi. Hammasi parazmer kesilgan. Shifrlari, tomlari va pol patologlari hammasi parazmer kesilgan. 15 ta vakansiya bor hozir bitovka skladga. Aytilganday eng arzoni 8200 rubl. Bu yo'g'i 25 minggacha boradi. Faqat bitta narsaki, ishlab yurgan odam bo'lsa, xo'p, tushunchaga ega bo'lsa, kelib 2 kun ishlab ketish emas. Mana Allohga shukr 200 ming, 220 minggacha oladiganlar bor mana bu yerda bitovka skladga. 4 yil, 5 yil, 6 yildan beri ishlab o'tirganlar bor mana bu yerda bitovka skladga. Hammasi Xudoga shukr davolni bera. Mana havo ham uje yaxshi bo'lib qoldi. Xuddi aytganimday, ne tolka men blogerman. Mana o'zim ham mana shu yerda ishlayman, o'zim voditelman, mana shu yerda mana formalari bilan turibman, mana ishxonaning formasi bilan. Endi havo yaxshi bo'lgani uchun mana formani kiyib oldik. O'zim voditelman, mana mashinam, mana shu yerda, mana ana bu mana mashinam. Xo'sh, mana bitovkalarni ko'ryapsizlar, qancha mana qator qilib tashlayapti uje bu yerda mana 3 qatorlab, 4 qatorlab uje zabancha qilib terib o'tiribdilar mana bu yerda. Akalarim, ukalarim, yuragida o'tib bor akalar, ukalar bo'lsa, bemalol men o'z tepaga qo'yaman o'zi nachalligim nomerini. Bemalol telefon qilib, ish yuzasidan qanaqa hujjat, hammasini aytib eshitasizlar. Moskva patent bilan oladi. Biz patent olinmaydi. Moskva patent hamma hujjatlari, udavleniya, turda dogovor bilan ishlagan bo'lsa, inene, sineslari hammasi chotki bo'lsa, patentlari vaqtiga to'langan bo'lsa, Rossiya territoriyasidan bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Eng zo'r, eng yangi vakansiya Bafo Musofirlar kanalida chiqadi. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Mana bitovkani men sizlarga obzorini qilib berdim. Hozir ish yuzasidan men sizlarga yana hozir qolgan ishlarni ham o'zi videolarini qo'yib beraman men sizlarga. Xo'p, svarkachilikka bormi yuragida o'tib bor akalarim, ukalarim svarchilikka. Ha, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Yoshi 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lsa olamiz. Undan ortig'i 45-50 bo'lsa 50 gacha olmaymiz. Mayli 45 gacha olishimiz mumkin. Undan ortig'ini yoshi chegaralab qo'yilgan bizga. Xo'p, bizga svarchilikka mana ish yana sizlarga pol avtomatka men sizlarni o'zi video davomida qanday ishlayapti, ularni ham qo'yib beraman. Pol avtomatga ob'yomda. Xo'p, bemalol mana ishlab o'tiribdi, 5 ming, 6 ming kuniga ishlab o'tiribdi, 150 ming, 160 ming, 120 ming. Endi har bir qilgan ish uchun ob'yomda u bemalol qilsangiz bo'ladi. Xo'p, razn rabochiga ish bo'lsa, razn rabochiga ham ish bor. Hozir razn rabochiga bizga где-то bir 10 ta vakansiya bor. Razn rabochiga Razn rabochiy 3000 rubldan smenasi. Smenasi 3000 rubldan bemalol kelishlaringiz mumkin. Xonalar aytiladi bizga. Xonalar bor bizga. 3 ta yotoqxonamiz bor. 3 ta yotoqxonamiz bor. Hammasi platniy akalarim, ukalarim. 8000 rublligi bor. 5000 rublligi bor. 2000 rublligi bor xonalarni.
Birozni endi sharoitiga qarab. 8000 rublligini men har bir videomga aytib kelyapman. Dushi, hojatxonasi, kuxonasi, ovqat qilib yeyishga sharoiti hammasi mavjud. 5000lik, 2000likka hojatxonasi, kuxonasi, dushi, общий, akalarim, ukalarim. Men sizlarga yana nima deyishim mumkin? Mebelniga kerak ishchana, plaramashi kerak. Mebelniga tushunadigan, razmerga kesib biladigan odam bo'lsa, unga ham ish o'rin bor. Mana sizlarga bitovshik, svarshik, razner рабочий, plarramashik, mebelga mana bemalol kelishlaringiz mumkin. Yana sizlardan yana bir iltimosim, telefon qilish vaqti 8 dan 8 gacha. Undan keyin telefon qilish shart emas, ko'tara olmaymiz. Men ham ko'tarmayman, nachalligim ham ko'tarmaydi. Tepaga turadi men nachalligim nomeri. Birinchi bo'lib ish yuzasidan o'sha kishiga telefon qilasizlar. 4686, pastdagi 3219 meni nomerim bo'ladi. Faqat tushunmagan joyingizni mendan telefon qilib so'rashingiz mumkin. Ish yuzasidan ishga qabul qiladigan odam mana shu tepadagi 4686 ismi Lipo. Men sizlarga yozib ham qo'yaman. Ro'dim sizlarga hammasini aytib bo'ldim. Akalarim, ukalarim, adresimiz o'sha. Под Moskva, Sholkiyskiy rayon, Derevnya Bogoslova. O'zbekistondan prema keladiganlar bo'lsa agar, meni kuzatib o'tirgan obunachilarim bo'lsa, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan, O'zbekistondan bemalol mana shu tepaga qo'yilgan raqamga telefon qilasizlar. Prema o'sha yoqdan keladiganlarga registratsiyasiga, patentiga, hujjatlariga hammasiga yordam beradi. Bemalol ishni boshlashlaringiz mumkin. To ish boshlagancha nochga ishlab turasizlar. Yana nima deyishim mumkin? Shu gap, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga ish kerak bo'lsa, qiziqsa, bemalol tepadagi nomerga qilasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, pastdagi nomerga menga telefon qilasizlar. Men o'zim shu yerdaman. Sizlarga lokatsiya tashlash kerak bo'lsa, lokatsiyasini tashlab beraman. Kelasiz, o'zim kutib olaman mana shu yerda. Bemalol aka-ukalarim kelib ishni boshlashlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Gelin indi lezgi oynab hazretemiz İstesengiz tanatgınca sazetemiz Gelin indi lezgi oynab hazretemiz İstesengiz tanatgınca sazetemiz Gelin indi lezgi oynab hazretemiz İstesengiz tanatgınca sazetemiz Sizni suyib dilim yayrab baksam üstünüzge toyun Erkeleyin nigohimla sizni suyib dilim yayrab baksam üstünüzge toyun Munchalik nos arazini chetga qo'ying Munchalik nos arazini chetga qo'ying Keling endi lazgi o'ynab hazretamiz İstesengiz tong otguncha sazatamiz Keling endi lazgi o'ynab hazretamiz İstesengiz tong otguncha sazatamiz Keling endi lazgi o'ynab hazretamiz İstesengiz tong otguncha sazatamiz Kerimboy Keramaddin Bexabarsiz tuga borar madorlanim Sizni ko'rsam qolmas dilda g'uborlanim Bexabarsiz tuga borar madorlanim Sizni ko'rsam qolmas dilda g'uborlanim Shod etarman tegmas sizga ozorlanim Shod etarman tegmas sizga ozorlanim Keling endi lazgi o'ynab hazretamiz İstesengiz tong otguncha sazatamiz Keling endi lazgi o'ynab hazretamiz İstesengiz tong otguncha
attıkça saz etemiz. Gelin indi lezgi oynap özletemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz. Gelin indi lezi oynap özletemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz. Gelin indi lezi oynap özletemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz. Gelin indi lezi oynap özletemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz. Nasip etmez bizge didan. Gelin indi lezgi oynap özletemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz. Gelin indi lezgi oynap özletemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz. Gelin indi lezgi oynap özletemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz. İstesen iste attıkça saz etemiz.